Rossiya kuzda NATOga hujum qilishi mumkin. AQSh razvedkasi. Aktyor Abdumannon Ubaydullayev vafot etdi. Shu vatanda jang qildingiz, qon to'kdingiz, azob chekdingiz. Xo'sh, vataningiz nima berdi sizga? Vatanam onaday. Undan tama qilish gunohi azim. Samarqandda yong'in chiqqan man to'siqqa urilib ag'darildi. Haydovchi halok bo'ldi. Namangan shahri sobiq hokimi 11 yilga qamaldi. Rossiya kuzda NATOga hujum qilishi mumkin. AQSh razvedkasi. AQSh maxsus xizmatlari Vladimir Putin 2026-yil kuzidayoq NATOning sharqiy qanotiga hujum qilishi mumkinligini istisno etmayapti. Wall Street Journal nashriga ko'ra, kiber hujumdan tortib kichik desant operatsiyasigacha bo'lgan turli ssenariylar ko'rib chiqilmoqda. Shu vaqtgacha AQSh Putin Ukrainadagi urush davom etayotgan bir paytda NATOga a'zo mamlakatlarni provokatsiya qilmaydi deb hisoblar edi. Biroq 2026-yil boshida bu baholash o'zgardi deb ma'lum qilgan amerikalik rasmiylar Wall Street Journal nashriga. Ukraina dronlari Rossiyaning neft infratuzilmasiga tobora ko'proq zarar yetkazmoqda. Frontda esa Rossiya qo'shinlari katta yo'qotishlar evaziga arzimagan ko'lamda ilgarilamoqda. Shu sababli Putin qiyin ahvolda qoldi. Unga qandaydir harbiy muvaffaqiyat kerak. AQSh va Yevropa Rossiya NATOning matonatini tekshirayotganiga oid belgilarni tobora ko'proq ko'rmoqda. Ular orasida Polshaga tushgan Rossiya qanotli raketalar va so'nggi haftalarda Ruminiyaga bir necha bor uchib kirgan dronlar bor. AQSh maxsus xizmatlari ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya hujumi 2026-yil kuz va 2029-yil oralig'ida sodir bo'lishi mumkin. Amerika rasmiylarining ta'kidlashicha, Putinning maqsadi alyansni parchalashdir. Eng xavfli ssenariy cheklangan desant operatsiyasi amalga oshirilishi ehtimoli kichik bo'lsa-da, vaqt o'tishi bilan tobora ortib bormoqda. Shuningdek, 2014-yilda Qrimda bo'lgani kabi hududlarni egallash uchun qurolli guruhlarni yuborish ehtimoli ham mavjud. Biroq har ikkala ssenariy ham ehtimoli kam deb hisoblanadi. Chunki bu alyans a'zolarini jamoaviy mudofaaga majbur qiladigan NATO shartnomasining 5-moddasini ishga tushirib yuboradi. Biz har qanday ssenariyga tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. NATO vaziyatni kuzatmoqda. Zarur bo'lganda xavfning oldini olishga va mudofaaga tayyormiz. Buni amalda ham ko'rsatishda davom etyapmiz, dedi NATO matbuot kotibi polkovnik Martin O'Donnell. Aktyor Abdumannon Ubaydullayev vafot etdi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi, san'atshunoslik fanlari nomzodi, professor, taniqli kino aktyor, rejissor va pedagog Abdumannon Ubaydullayev 86 yoshda vafot etdi. Kinematografiya agentligi marhumning oila a'zolari, yaqinlari, shogirdlari hamda kino va san'at jamoatchiligiga chuqur hamdardlik bildirilib, ta'ziya izhor etgan. Abdumannon Ubaydullayev o'zbek kino san'atida ijro etgan ko'plab obrazlari bilan tomoshabinlarga yaxshi tanilgan. U kino rejissyor Zulfiqor Musoqovning Vatan filmidagi roli orqali keng ommaga tanilgan bo'lib, keyinchalik Omad, So'nggi lahza, Hijron, Nazar, Yigit yig'lamasin, Aldangan ko'ngil, Mehr kabi badiiy filmlar hamda qator milliy teleseriallarda rol ijro etgan. Ijodkor nafaqat aktyor va rejissor, balki pedagog sifatida ham faoliyat yuritgan. U so'nggi yillarda O'zbekiston Davlat san'at va madaniyati institutida ovoz rejissyorligi va operatorlik mahorati kafedrasida talabalarga saboq berib kelayotgan edi. Ma'lumot uchun Kun.uz 2023-yilda Abdumannon Ubaydullayev bilan e'lon qilgan intervyusida ijodkor o'sha yili 83 yoshni qarshilayotganini qayd etilgan. Suhbatda u kinodagi ilk rolini 2006-yilda suratga olingan Zulfiqor Musoqovning Vatan filmida 66 yoshda ijro etgani, undan avval esa uzoq yillar rejissor, ilmiy xodim va pedagog sifatida faoliyat yuritgani haqida so'zlab bergan. Samarqandda yong'in chiqqan man to'siqqa urilib ag'darildi. Haydovchi halok bo'ldi. 6-avgust kuni Samarqand viloyatining Nurobod tumanida man rusumli yuk mashinasida yong'in chiqib, uning beton to'siqqa urilib ag'darilishi oqibatida haydovchi halok bo'ldi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, soat 16larda man rusumli yuk transport vositasi Nurobod tumani mehnatkash mahalla fuqarolari yig'ini hududidan o'tuvchi A378 avtomobil yo'lining 35-kilometrida Samarqand-Qashqadaryo yo'nalishi bo'ylab harakatlanib ketayotgan
ketayotgan vaqtida avtomobil kabinasining salon qismida to'satdan yong'in kelib chiqqan. Haydovchi transport vositasini to'xtatishga uringan vaqtida boshqaruvni yo'qotib, yo'lning chap tomonidagi beton to'siqqa urilgan va transport vositasi ag'darilgan. Hodisa oqibatida haydovchi turli darajada og'ir tan jarohatlar olib, voqea joyida vafot etgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Nurobod tumani Ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Namangan shahri sobiq hokimi 11 yilga qamaldi. Jinoyat ishlari bo'yicha O'zbekiston tuman sudi Namangan shahrining sobiq hokimi Anvar Otaxo'jayevga nisbatan hukm chiqardi, deya xabar bermoqda Farg'ona viloyati sudlari matbuot xizmati. Sud hukmi bilan u Jinoyat kodeksining quyidagi kodekslari bo'yicha aybli deb topildi. 167-moddasi 3-qismi A bandi, ya'ni juda ko'p miqdorda o'zlashtirish yoki o'zlashtirish yo'li bilan talon-taroj qilish. 168-moddasi 3-qismi V bandi, xizmat mavqeidan foydalangan holda firibgarlik. 205-moddasi 2-qismi A bandi, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish. 206-moddasi 2-qismi A bandi, hokimiyat yoki mansab vakolati chegarasidan chiqish. 207-moddasi 1-qismi mansabga sovuqqonlik bilan qarash. 209-moddasi 2-qismi A bandi, mansab soxtakorligi. 210-moddasi 3-qismi A bandi, juda ko'p miqdorda pora olish. Jinoyat kodeksining 59-moddasi 3-qismiga muvofiq tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan sobiq hokimga 3 yil muddatga mansabdorlik va moddiy javobgarlik yuklatilgan lavozimlarda ishlash huquqidan mahrum qilingan holda 11 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Sud jarayonida ushbu jinoyat ishi bo'yicha yana 6 nafar shaxsga nisbatan tegishli jazo choralari belgilandi. Xususan 3 nafar sudlanuvchiga 7 yildan 10,5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish, 2 nafariga 2 yil 6 oy muddatga axloq tuzatish ishlari hamda 1 nafar sudlanuvchiga 3 yil muddatga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlandi. Tariflar birinchi instansiya sudining qarori ustidan qonunda belgilangan tartib va muddatlarda Farg'ona viloyati sudida apellyatsiya yoki kassatsiya tartibida shikoyat berish va protest keltirish huquqiga ega. Anvar Otaxo'jayev 1972-yilda Namanganda tug'ilgan. 1994 va 2002-yillarda Namangan muhandislik iqtisodiyoti instituti, 2011-yilda prezident huzuridagi davlat boshqaruv akademiyasini tamomlagan. 2023-yil dekabr oyida Namangan shahri hokimi etib tayinlangan. 2025-yil sentyabr oyida Davlat xavfsizlik xizmati Otaxo'jayev qo'lga olingani haqida xabar bergandi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, o'shanda shahar hokimi poyabzal ishlab chiqaruvchi MChJ rahbari bilan til biriktirib, tadbirkorga shahar hududidagi 35 sotiq yerda ko'p qavatli uy qurish huquqini olib berishni va'da qilgani aytilgan. Buning evaziga ular $60,000 talab qilishgan.